Ekranda Faberlic tomonidan ishlab chiqarilgan bir quti sog'likni ko'rayapsiz. Mazkur BAT, ya'ni biologik aktivniy добавка, biologik qo'shimcha dori vositasi emas va vitamin C ni manbai hisoblanadi. Aynan buni boshqa aptekalardagi vitamin C dan nima farqi bor? Aynan mazkur vitamin C askarbin kislota shaklida emas, askarbat natriy shaklida ishlab chiqarilgan. Ya'ni bu vitamin C ni oshqozon ichak yo'llarida askarbin kislotaga nisbatan yaxshiroq so'rilishini va organizmda yaxshiroq to'planishini sababchisi bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Immunitetni qo'llab-quvvatlash, antioksidant ta'sir ko'rsatish sifatida ichishni tavsiya etamiz. Antioksidant bu organizmga zararli moddalarga qarshi kurashuvchanligini oshiradi. Immunitet sistemasi kuchaygandan so'ng sizga charchoq, holsizlik kabi effektlar, belgilar yo'qoladi. Va buni eng muhim jihati organizmda yosharish olib keladi. Ya'ni kollagenni sintezini kuchaytiradi hamda yaxshilaydi. Kollagen bizni bilamizki, bu go'zallik oqsili. Vitamin C bu go'zallik va sog'lik uchun ishlab chiqilgan maxsus Faberlic tomonidan ISO va halol sertifikatlariga ega. Bitta idishda 60 dona kapsula shaklida bo'ladi. Haqiqiy original mahsulot xarid qilish uchun bemalol bog'lanishingiz mumkin. Yaqinlaringiz va o'zingizni asrang.